Assalomualaikum hammaga. Biz navbatdagi ko'mir ota bilan ishimizni boshladik. Bu ishimiz Xonqa Olchin mahallasi, G'azobod ko'cha 9-uydamiz. Bu yerimiz ham hamma narsani o'zimiz bilan materiallarni ekkanmiz. Turbalarimiz yana 32 25 20lik, mo'g'liqimiz 114. Kotyolimiz shu samodelni o'zimizni yasab turgan 2 kitobli kotyolimiz. Turbalarimiz shu 2,5lik konligi 32 25 22'miz 114 mo'g'liqimiz. Xudo xohlasa berimizni o'tgan kun materialni tashlab ketdik. Bugun azonda xudo xohlasa boshladik. Hozir jonni ko'rsatamasizlar. Xudo xohlasa materiallarimizni o'rnatib, obratchidan tortib boshladik. Ularimizni saqardan tutib, kafelimizga zarar ketmagan holda turbalarimizni sozini kesib taxtadan mushatlangan holda tortib tutmadılar. Bataryamiz 580 duralimiz. Şuraya işletilgan materyallerimizden yolumuzu açmak yine. Bu döşüşlerimizin döşülüşü. Kullanganca akuratni etib, o'zini etib, döşüşe hareket ettiribmiz. Dalımız svet yok hazır. Svet yok boşuna karalandan işimiz to'xtab turgan yok. 800 atib boringlar. To'liq videosini bitgandan keyin, xudo xohlasa 2 kundan keyin YouTube kanalida joylaymiz. E'tibor uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.